qachon yo'llarimizni yopib qo'yamiz, qachonki nimagadir qarab qolsak, premyerni kimdir yaqin insonidan pul oladi, o'shanga qaratib qo'yadi ongini, aytadi, faqat shu tomondan keladi-ku, har oyda mani keladigan pulim bor deydi. Ana xotirjam bo'ladi. Kimdir masalan arendaga narsalarni qo'yib qo'yadi, shu yerda arendadan keladi-ku deydi, xotirjam bo'ladi. Yoki kimdir davlatdan beriladigan qanaqadir pul bor. Pensiya, premiya, turmush o'rtog'idan oladigan nafaqa, mana shunaqa pullar borda, o'shalarga qaratib qo'yadi-da, butun e'tiborini xotirjam bo'ladi. Doim pul yetishmaydi. Doim. Nimadir olmoqchi bo'lsa qizg'anchiqlik bilan oladi. Nimadir qilmoqchi bo'lsa unda pul doim yetishmaydi. Pulim yo'q, man qayerdan olaman deydi. Lekin ongiga bizda pul bor deb yo'naltirib qo'ygan bo'ladi. Bunaqa paytda his qilib olish rosayam muhim. Demak, man ongimga shuni tushuntirib qo'yibman, shu tomondan pul keladi deb. Va boshqa tomonlar bloklansin deb o'zizga o'zingiz blok qo'yib qo'yasiz. Qachon ong pul kelishini bildimi, ong harakat qilmaydi hech qachon pul topishga. Siz aytishingiz kerak bo'ladi. Da, u kelaversin, u bor, u hal. Lekin mani o'zimni nima bera olaman hayotga? Nimani ocha olaman o'zimda? O'zimni qanday qilib man namoyon qila olaman? O'zim qanchadir oyiga pul topishim menga qiziq-ku. Man topishim kerak shuncha pulni deb o'zingizga qanchadir miqdorda limit qo'yishingiz kerakda. Har oyda limit qo'yishingiz kerak. Man shuncha pul topa olaman, topaman. Nima qilib bo'lsa ham, bunga qanaqa imkoniyatlar bo'lsa, o'sha imkoniyatlar hammasini yo'lga solaman va qilaman deyish kerakda. Harakatlanishni boshlash kerak bo'ladida. O'shandagina siz butun iqtidorlaringizni ocha olasiz. Qancha o'zingizni ocha olganingiz sari, qancha o'zingizni namoyon qila olganingiz sari, qancha o'zingizga ishonch ortgani sari pul topa olishingizga siz butunlay bu keladigan pullardan uzilasiz. Hamma tomondan uzilasizda. Ular sizga xuddiki qo'shimcha daromad pulli, hali premiyadek oyligingiz bor, oyligingizni bilasiz, ishonasiz o'sha oylikka. Premiya nimadirlar bo'lib qolsa, u xuddi sizga sovg'adek bo'lib qoladi. Xuddi shunaqangi sovg'adek bo'lib qoladida. Buning uchun harakat qilish kerak, ochish kerak, ochaverish kerak. To'g'ri, bunaqa ochish paytida rosa katta qo'rquvlar uyg'onadi. Nima man qilishim kerak, nima bo'ladi? Chunki hech qachon javobgarlikni olmagansiz. Nimadir xato qilib qo'yishdan qo'rquv uyg'onadida. Undan ko'ra nima yetishmayapti, tinchgina o'tiraver degan xayollar keladi. Yo'q, siz bunga kirmasligingiz kerak.